Assalomu alaykum hammaga. Velikaya kuxnya oshxonasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan judayam mazali bo'lgan, baland bo'lib chiqadigan, har doim o'xshab chiqadigan mazali kekslarni tayyorlashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib idishimizga 250 gram shakar solamiz. Ustidan xona haroratida turgan 3 ta dona tuxum solamiz. Endi mikser yordamida oppoq massa bo'lgungacha yaxshilab ko'pirtirib olishimiz kerak bo'ladi. Venchikda ko'pirtirsanglar ham bo'ladi, lekin ozgina ko'proq vaqt ko'pirtirasizlar. Mikserimizni eng baland tezligida ko'pirtirib olamiz. Mana oppoq massa bo'lganidan so'ng 160 ml yog' solamiz yoki eritilgan sariyog' solsanglar ham juda ham mazali chiqadi. 5 daqiqa ko'pirtirganimizdan so'ng 250 ml qatiq yoki yog'siz kefir solamiz. Qancha yaxshi ko'p ko'pirtirsanglar, ichlari ham g'ovey bo'lib chiqadi. Menda ozgina eskiroq qatiq bor edi, o'shandan foydalandim. Sizlar ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Buni ham yana 5 daqiqa ko'pirtirib olamiz. Endi 350-360 gram un o'lchab olishimiz kerak bo'ladi. Hammasini bittada solmaysizlar, ozgina-ozginadan solib mikser yordamida aralashtirib olamiz. 15 gram razrexlitel solamiz. Mana yana 100 gram un solyapman. Hammasi bo'lib menda 360 gram un ketdi. Unni ko'paytirib yormanglar, bo'lmasa keks o'xshamasdan berch bo'lib qolishi mumkin. Yaxshi ko'tarilmaydi. Mana chetlarida qolib ketgan unlarini ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir xil massa bo'lib aralashganidan so'ng ichiga xohlagan magizmi, yong'oqmi, xohlagan narsalarni, xohlasanglar shokolad solsanglar ham bo'ladi. 100 gram solib aralashtirib olamiz. Endi qizib turgan duxovkaga 170 darajaga 60 daqiqaga pishirgani qo'yib olamiz. Qolipimizni yaxshilab yog'lab olishimiz kerak bo'ladi. Silikon qolip bo'lsa ham baribirga ham yog'lab olinglar. Mana keksimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turibsizlar qanaqa baland bo'lib chiqqan. Sizlar ham xuddi shu tarzda tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Ustiga saxarning pudra sepsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar eritilgan shokolad quyib chiqsanglar ham juda ham mazali bo'ladi. Hammalarga yoqimli ishtaha tilab qolaman. Sizlar ham shu tarzda tayyorlab ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kommentariyada izohlaringlarni kutib qolaman. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammalarga javob berishga harakat qilamiz.
Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun do'stlaringizga, yaqinlaringizga videolarimizdan jo'natib turinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.